Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina ve habibina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah subhanahu ve ta'alaga hadsiz, hisobsiz, Allah Taoloning ilmini adadicha hamdu sanolar, Nabiy sallallohu alayhi va sallamga salatu salomlar, u zotga to qiyomatgacha ergashgan sahobalar, tobiinlar va ahli haqning barchasiga Alloh taoloning rahmatu, mag'firati bo'lishligini so'rab, bugungi 97-sonli diniy savol-javoblar turkumidagi suhbat darsimizni boshlaymiz. Alloh subhanahu va taolo bugungi Sha'bon oyining eng oxirgi darsini Sha'bonning barakotidan, Sha'bonning yaxshiliklaridan va Ramazonning Alloh subhanahu va taolo ichida yog'diradigan barcha xayr va yaxshiliklaridan manfaatli bo'lishligini Alloh taolo nasib aylasin. Inshaalloh kelasi juma kuni Ramazon kunlaridan birida siz azizlar bilan 98-sonda yana ko'rishamiz. Hozir hafta davomida bot orqali kelgan savollarni asosan Ramazonga taalluqli bo'lganini, chunki Ramazon oldida turganimiz uchun ro'zaga, Ramazonga taalluqli bo'lgan ba'zi bir savollarni bot orqali kelganini tanlab domla o'qib bersa, Abduqayim domla, ana undan keyin YouTube kanalida kelgan savollarga ham Alloh taolo qodir qilganicha javob berishga harakat qilamiz inshaalloh taolo. Marhamat. Hozir. Demak, bugungi sonimizning birinchi savoli, albatta aytganingizdek bot orqali kelgan savollar. Bugun maxsus son desak ham bo'ladi. Ramazonga doir savollarni jamlab to'plaganmiz botda, keyin muxlislarimiz tomonidan kelgan YouTube orqali kommentariyadagi boshqa mavzuga doir savollarni ham o'qiymiz inshaalloh. Xo'p, bismillah, birinchi savol. Ro'zaga niyatni saharlikdan avval qilinadimi yoki keyin niyat qilsa ham bo'laveradimi Ramazonda aynan? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ramazon oldi bo'lgani uchun albatta Ramazonni niyatlar masalasida, ro'za niyatlari masalasida bilib olishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumki, Ramazon ro'zasi Alloh subhanahu va taolo ma'lum bir kunlarda farz qilib qo'ygan, Ramazon oyida farz qilib qo'ygan ro'za hisoblanadi. Oddiy nafl ro'za va hamda farz kunlarida tutiladigan Ramazon ro'zasini niyati kechqurun quyosh botgandan keyin to ertasiga quyosh tikkaga kelguncha bo'lgan davrni muddatni orasida niyat qilib olsa, demak niyat o'rniga o'tadi. Ya'ni bir kishi bugun mana quyosh botgandan keyin erta uchun ertani Ramazonning 22-kunini yoki Ramazonning 1-kunini tutaman deb niyat qilishligini o'zi ana shu niyat o'rniga o'tadi. Nafl ro'za ham xuddi shu. Kechki payt quyosh botgandan to ertasiga qiyom vaqtigacha bo'lgan muddatning orasida niyat qilib olsa, o'rtada hech narsa yemagan bo'lsa, ya'ni subhdan keyin hech narsa yemagan bo'lsa, niyat qilib olsa, farzga ham, naflga ham o'taveradi. Ammo bu masalada muayyan bir nazr bo'lsa, kafforat bo'lsa yoki qasam uchun tutiladigan ro'zalar bo'lsa, bularda albatta va albatta kechasidan turib, ya'ni subhi sodiq kirguncha qaysi ro'zalikni, yuqorida aytilgan ro'zalardan birini niyat qilib olishligi kerak bo'ladi. Qazon ro'za ham xuddi shu. Agar mabodo subhgacha shulardan birortasini niyat qilib olmasa, undan keyin niyat qilishligi durust bo'lmaydi. Allohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Ro'zada iftordan keyin yotishdan oldin ro'zaga niyat qilib saharlikka turmasa ham bo'laveradimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zada
iftorligidan keyin niyat qilib qo'yib saharlik qilmasdan ertasiga ro'zasini tutsa, ro'zasi durust bo'laveradi-yu, lekin sunnat bo'lgan saharlikka turish, saharlik qilish sunnatini tark etgan bo'ladi. Zero Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadislari bor. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilganlar. Nabiy alayhisolatu vassalom shu mashhur hadislar bor. Tasahharu fa inna fi suhuri baraka degan. Saharlik qilinglar, chunki saharlik qilishda barakot bo'ladi deganlar. Saharlikka turilsa, saharlik qilinsa, bu barakotning kelishiga sababchi bo'ladi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, Nabiy alayhisolatu vassalom saharlik qilishga buyurganlar. Ya'ni bu o'zlari qilganlar va qilishga buyurganlar. Bu sunnatligini ifoda etadi. Sunnat tark bo'ladi, ro'zasi ro'za bo'laveradi, durust bo'laveradi-yu, lekin sunnat tark bo'lishlik bilan bo'ladi. Afzali birrov turib, bir qultum suv ichib, subhi sodiqdan oldin suv ichib niyat qilib olishligining nomi saharlik hisoblanadi. To'yib ovqat yemasa ham, alohida turib bir ishlar qilmasa ham, subhdan oldin bir ma'lum soatda, subhga yaqin soatda turib, ozgina suvmi bir narsa yeb olib keyin niyat qilib olsa, shu saharlik hukmga o'tadi. Vallohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Ro'za tutgan insonga taom olib bersa, savobi ro'za tutgan inson bilan bir xil bo'lar ekan. Ya'ni ro'zadorga iftorlik qilib bersa, bu qanchalik to'g'ri? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ramazonda ro'zadorga iftorlik qilib berish buyuk bir savob va'da qilingan amallardan biri hisoblanadi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom hadislarda, Imom Termiziy rivoyat qilganlar bir hadisni, "Man fattara soiman", kim bir ro'zadorni iftor qilib bersa, ya'ni og'zini ochishiga biror narsa bersa, qornini to'ydirib eng qimmatbaho taomlarni olib berish keyingi masala, lekin o'sha ro'zador og'zini ochadigan paytda unga biror narsa berib, xurmo beribmi, zamzam suv beribmi yoki boshqa bir yegulik berib, shu yegulik bilan uning og'zini ochishiga sababchi bo'lsa, ana shu ro'zasini ochishiga sababchi bo'lgan, uni iftor qilib bergan, uni og'zini ochib bergan kishi kana lahu ajru mithlihi, o'sha odamga, o'sha ro'za tutgan odamga qanchalik ajr berilsa, ro'zadorga iftor qilib berganga ham xuddi shuncha ajr beriladi degan Nabiy alayhisolatu vassalom hadislari bor. Hadis davomida, lekin ro'zadorga iftor qilib bergan odamga beriladigan savob tufayli shu ro'zadorning savobi kamayib qolmasligini ham Rasululloh alayhisalom ta'kidlaganlar. Mana shu, bu qat'iy masala. Lekin bu yerda bir narsaga e'tibor berish kerak. Ro'zadorga iftor qilib berdim deb turib, kishi o'zi ro'za tutishga qodir bo'la turib ro'za tutmasa, u gunoh bo'ladi. U iftor qilib bergani bu ro'za tutmaganligiga demak kafforat bo'lmaydi. Mana shu narsaga ham e'tibor qilish kerak. Vallohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Ramazondagi saharlik yoki iftorliklarda tuxum yeyish mumkinmi? Maşallah. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Saharlikda yo iftorlikda, ro'zadan tashqarida biror bir taomni yeyish mumkin yoki mumkin emas degan narsa dinda yo'q. Bu bid'at va xurofotdan boshqa narsa emas. Dinimizda ma'lum kunlarda mana taomni yeyish mumkin, ma'lum kunlarda bunaqa taom yeyish mumkin emas degan masala yo'q. Alloh taolo nimani halol qilgan bo'lsa, halol qilgan narsani Ramazonning ichida ham yeyilaveradi, ya'ni saharlik va iftorlikda, Ramazondan tashqaridagi boshqa oylarda ham yeyilaveradi. Jumladan tuxum. Ba'zi bir odamlarning tushunchasida go'yoki Ramazon oyi kirganda tuxum iste'mol qilish mumkin emas. Unday emas, bunday gap yo'q dinda, shariatda, balki Ramazonda bemalol tuxum bilan saharlik qilsa ham bo'ladi. Tuxum pishirib, tuxumli mahsulotni iste'mol qilib iftorlik qilsa ham bo'ladi. Alloh taolo halol qilgan narsadan bemalol iste'mol qilgan bo'ladi. Chunki Alloh taolo Moida surasida: "Ey iymon keltirganlar, Alloh taolo sizlarga halol qilib qo'ygan narsani harom qilib olmanglar o'zingizlarga" degan. Mana shu masala, Alloh halol qilgan narsani harom qilib olmaslik shu savolni bergan odamlarga alohida ta'kidlanadi. Bunda bid'at va shariatga zid bo'lgan gaplarni gapirish durust bo'lmaydi. Vallohu a'lam bissavob. Rahmat. Keyingi savol. Yana ko'p shu odamlar so'raydigan. Olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas deyshadi. Shu to'g'rimi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Olov tekkan narsa bilan og'iz ochish mumkin emas degan masala dinimizda, shariatda, fiqhda biror joyda zikr qilinmagan. Chunki bu afzal bilan afzal emas masalasini orasidagi gap. Ya'ni bir odam ro'zador bo'lsa, ro'zador odam
nima bilan og'zini ochsa yaxshi bo'ladi, afzal bo'ladi degan savol bor. Ro'zador odam imkoni bo'lsa xurmo bilan og'zini ochishligi afzal bo'ladi. Xurmo bilan og'zini ochishligi afzal bo'ladi. Yoki zamzam kabi suvlar bilan og'zini ochsa bo'laveradi. Xurmo topmagan odam bu durust bo'laveradi. Lekin uni ham topmagan odam xohlagan narsasi bilan, istagan narsasi bilan og'zini ochaveradi. Bir arab she'rida bir she'r bor. Futurut tamri sunnah Rasulullohi sanna rahimallohu ra'an yuhalli biha sunnah sinnah deganlar. Xurmo bilan og'iz ochishlik sunnatdir. Rasululloh alayhisalom bu sunnatni o'zlari joriy qilganlar. Alloh taolo bu xurmo bilan og'iz ochib og'zini ziynatlagan odamni o'zi marhamatiga, rahmatiga chulg'asin degan bir she'r bor. Mana shu ma'noda demak sunnat bo'ladi. Demak, xulosa eng afzali xurmo yoki suv bilan ochish, buni topa olmasa xohlagan narsasi bilan ochsa durust bo'laveradi. Vallohu a'lam bis-savob. Keyingi savol. Aytishlaricha, ro'zador odam o'z so'lagini yutsa, ro'zasi ochilib ketishi mumkin ekan. Bu gap qanchalik to'g'ri? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam o'zini og'zidan ajralib chiqqan so'lakni ichiga yutib yuborishligi hech qanaqa ro'zasiga xalal bermaydi. Og'iz o'zi ajratib chiqargan, og'iz bezlaridan ajralib chiqqan suyuqlikni, suvni to'plab og'izda to'plab ichadimi yoki bo'lib ichadimi, uni ichigariga yutib yuborishligi ro'zasiga aslo xalal bermaydi. Shu narsaga qattiq e'tibor qilish kerak. Odatda ba'zilar eshitamiz, bu masalada ilmlari yetarli bo'lmaganligi sababli Ramazon kunida og'ziga to'plangan suvni faqat tupurib yurar ekan. Maqsadi ro'zam buzilib qolmasin deb. Yo'q, unday emas. Ya'ni og'zi so'lagi, og'iz bezlari atrofidan ajralib chiqqan suyuqlik, og'iz so'lagi hech qanday ro'zaga xalal bermaydi. Bemalol uni yutib yuborsa bo'laveradi. Ramazon oyida ro'zador kishi iftorlikdan so'ng to saharlikkacha, ya'ni kechqurun ayoli bilan yaqinlik qilsa bo'ladimi? Odobsiz savol berganim uchun ming bor uzr. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taolo hammamizni to'g'rilikka, yaxshilikka o'zi muvaffaq qilsin. Ramazon oyida iftor qilib og'izni ochgandan toki og'iz yopadigan subh sodiq vaqtigacha er va xotinlik munosabatlarini qilishliklariga shariat ruxsat beradi. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo bu narsani alohida zikr qilgan. Buni uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum degan Alloh taolo Qur'oni Karimda. Sizlarga halol qilindi Ramazon kechasida ayollaringiz bilan o'sha xotinlik munosabatlarini qilishingiz deb turib, bu to qachongacha degan, toki oq ip qora ipdan ajralguncha, ya'ni kecha tugab kunduz boshlanguncha, subh sodiq kirguncha deb Alloh taolo zikr qilib o'tgan. Shuning uchun bu masalada mana shu qoida, bundan boshqa narsani izlamaslik kerak. Vallohu a'lam bis-savob. Keyingi savol. Ro'zador kishi tish oldirishi yoki milki qonashi natijasida ichiga qon yutsa, ro'zasi buziladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odamni og'zidan yoki tishidan chiqqan qon ro'zasini buzishligini qo'ydagi holati bor. Ya'ni chiqqan qon tashqariga tupurib yuborishligi bilan ro'zasini buzmaydi. Ammo o'sha qon ichiga o'tsa, ya'ni tomog'idan ichkariga o'tsa, o'tishligi bilan ro'zasi buziladi. Buni Raddul Muxtorda Sheyx Ibn Abidin, Muhammad Amin Ibn Abidin rahmatullohi alayh mana shu masalani zikr qilib, tishlari orasidan chiqqan qon deydilar, chiqib tomog'idan o'tsa, u tahoratini buzadi, ro'zasini buzadi. Mabodo tomog'idan o'tmasa, unda ro'zasini buzmaydi. Endi o'sha og'izdan chiqqan qon qanchalik qon bo'lishi kerak desa, tupuk bilan qonning nisbati qon ko'proq bo'lib, tupuk kamroq qismga aylangan bo'lsa, ya'ni sarg'aygan bo'lsa, u bilan hech narsa bo'lmaydi. Lekin qizarib, ya'ni o'sha tupuklik masalasi
qonlikka o'tib, ya'ni ko'proq qismi qondan iborat bo'lib, o'shani yutsa, o'sha bilan ro'zasi buziladi deyilgan. Shunga qaraladi. Ya'ni og'izdan chiqqan qon narsa tupukka aralashgandagi nisbati taxminan o'lchab ko'riladi, chamalab ko'riladi. Ko'proq qon bo'lsa kerak deyilsa, o'sha tomoqdan o'tib ketsa, ro'zasi buziladi. Ko'proq qon bo'lmasa, u bilan ro'zasi buzilmaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Rahmat. Keyingi savol. Oshqozon kasalligi bilan bemor bo'lgan kishiga maxsus moslama, ya'ni zond yuttirish orqali tashxis qo'yiladi. Bunda zond yutayotgan bemor ro'zador bo'lsa, uning ro'zasi buziladimi, ochiladimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam hozirgi zamonda oshqozonni o'lchab tekshiradigan maxsus shlang yutgan shlangini bilan oshqozonni ichini o'rganish, uni ko'rish, suratga olish yoki biror bir ichkarida amaliyot o'tkazish uchun yutiladigan o'sha shlangni, maxsus moslamani qaraladi. Agar u moslamani ustini yog'ga o'xshagan narsa bilan yog'lanilsa yoki ustiga qanaqadir krem, maz kabi narsalar surilsa va uni ichkariga kirgizganda o'sha ustiga surilgan narsa odamning oshqozonida ajralib qoladigan bo'lsa, u ro'zani buzadi. Yoki o'sha zondni yutganda zondni uchidan suyuqlik chiqib, o'zini o'zi yuvsa yoki oshqozoni ma'lum joylarida o'sha suyuqlik tufayli harakatlansa, u oshqozonga suyuqlik tomishi bilanoq ro'zasi buziladi. Ammo hech narsa surtmasa, o'sha nimani o'zi zondni o'zini oshqozonga yutsa va yana qaytib hech narsa ichkarida o'zidan suyuqlik chiqarmasdan qaytarib tashqariga chiqarilsa, u ro'zasini buzmaydi. Endi buni qayerdan olingan desa, chunki bu masala qadim kitoblarda boshqacharoq zikr qilingan. Masalan, Badoiy Sanoida Imom Kosoniy aytadilarki, o'sha insonni ichiga biror narsa kirib, u yerda barqaror turib qolsa, to'xtab qolsa, keyin u ro'zasini buzadi. Yana qaytarib tashqarisiga tortib chiqarib yuborilsa, u ro'zasini buzmaydi degan narsani aytganlar. Bundan ham aniqroq qilib, Bahrul Royiqda bir ajoyib gapni keltiriladi. Bir odam taomni, tez hazm bo'lib ketmaydigan taomni, maydalanib, parchalanib, og'izga ichkariga tushganda yoyilib ketmaydigan bir taomni, qattiq nonni masalan ipga bog'ladi-yu yutdi. Oshqozonga borib tushdi-yu, hali nam bilan g'izolanib atrofga yoyilmadi. O'sha holatda qaraladi. Ipidan uzilib ketsa yoki tortib olganda bir qismi ichkarida qolib ketgan bo'lsa, ro'zasi buziladi deyilgan. Yo agar qaytarib tortib olganda biror bir bo'lagi uzilmasdan, ipi uzilmasdan qaytarib tashqariga chiqqan bo'lsa, ro'zasi buzilmasligini aytilgan. Mana shu masaladan kelib chiqib, zond masalasiga demak baho berilgan. Shuning uchun zond yutgan odamni holatiga qarab turib buzilish yo buzilmasligi belgilanadi. Vallohu a'lam bis-savob. Yana ko'p so'raladigan savollardan biri. Ro'zador kishining og'ziga yomg'ir yoki qor parchasi kirsa, ro'za buziladimi? Mashalloh. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam ro'zadorlik paytida ko'z yoshi, mana masalan bir yig'ladi-yu, ko'zi og'ziga tushib, og'zidan uni sho'ri bilan birga yutib yubordi. Yoki terladi, terlab bo'ynidan tushgan, peshonasidan tushgan ter og'ziga tushib, tomog'iga ketib qoldi. Yoki burnisidan qon keldi-yu, undan boshini ko'targanda orqasiga ichkariga ketdi. Yoki qor yoki yomg'ir og'zining ichiga tushib, tomog'idan o'tib ketsa, bularning barchasi ro'zani tutadi. Qasddan qilgani uchun kafforat ro'zani ham tutib beradi. Ya'ni kafforat tutib berib bo'ladi. 61 kun ro'za tutib berish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bis-savob. Rahmat domla, keyingi savol. Xo'p, ustozlar Alloh qilayotgan xizmatlarni ochib qo'ydi, buzib qo'ydi. Endi shu odam nima qiladi? Bu odam qazo ro'zani tutayotgan bo'lganligi uchun o'sha ro'zasini bekor qilib qo'ygani evaziga boshqa yana xuddi shu qazo ro'zasini bir kuniga bir kun tutib beradi. 2 kun emas, bir kun tutib beradi. Unga kafforat vojib bo'lmaydi, faqat qazo ro'zasini tutib berishi lozim bo'ladi. Chunki Ali Qori rahmatullohi alayhi Fathu Babil Inaya la bi ifsadi qadoihi deganlar. Ya'ni shu nimani qazo masalalarini zikr qilganda qazosini buzib qo'ysa unga kafforat vojib bo'lmaydi deganlar. Ya'ni faqat qazoni
bir kun buzsa, yana qazoni ham yana bir kun tutib berishligi kifoya qiladi. Vallohu a'lam bis-savob. Rahmat. Keyingi savol. Men qurilish bo'yoqlari bilan ish qilaman. Uning hidi ro'zani ochmaydimi do'konda? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Bir kishi qurilish ya'ni kraska yoki bo'yoqlarni sotsa yoki qanaqadir ziravor sotadigan do'konda ishlasa yoki atir magazinda bir inson o'zi ishlasa, atir upa sotadigan do'konda ishlasa, uning ro'zasi qasddan biror bir hidni sepib turib hidlamasa, ro'zasi buzilmaydi. Agar qasddan bir atirnimi, boshqa bir narsanimi, isiriqnimi tutatib uni hidlasa, ro'zasi ochilmasa ham makruh bo'ladi, ro'zaning savobi undan mahrum bo'lib qoladi. Endi nima qiladi? Endi bu odam yuqorida aytgandek, bo'yoq do'konida ishlaydigan, hidli bo'yoqlar do'konida yoki atir do'konida ishlaydigan odam tabiiy o'sha yerda o'zi anqib turgan, balqib turgan, tashqariga chiqib turgan hidlarni hidlashligining zarari yo'q. Lekin maxsus sepib, paydo qilib keyin uni hidlasa makruh bo'ladi. Ro'zasi buzilmasa ham vallohu a'lam bis-savob. Keyingi savol. Allergiya sababli burnimdan nafas olishimda muammo bo'lib, tomchi dori tomizishga majbur bo'lyapman. Baribir tomoqqa achqimtir bo'lib ozroq o'tar ekan. Bu holatda ro'za ochilmaydimi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Allergiya uchun burundan tomizadigan tomchilarning barchasi burunga tomizilganda ro'zani buzuvchi hisoblanadi. Endi shu allergiyasi bor odam burnisi bekinib qoladi yoki burnisi yopilib qolib nafas olish qiyin bo'ladi. Nima qilish kerak desa, Ramazon oyida u odamlar doktorlar bilan maslahatlashib, o'sha tomchining o'rniga maz, krem kabi narsalar bo'ladi. Uni paxtani uchiga tegizib turib, burnisini ichiga undoq tegizib qo'ysa, o'sha vazifani, funksiyani qiladi bu ham. O'shani hech bo'lmasa Ramazonning ichiga maz yo kremdan foydalanib turish kerak bo'ladi. Sepadigan, tomizadigan narsalardan ehtiyot bo'lish kerak. Shu o'rinda bir masalani ham aytib qo'yish kerak. Astma kabi kasallarga sepadigan har xil dorilar bor. O'shalarning ham tarkibiga qaraladi. Agar tarkibi suvdan iborat bo'lsa, tomog'iga sepishligi bilan ro'zasi buziladi. Qaraladi, agar u odam o'shani ishlatmasa, hayotiy masalaga taalluqli bo'lsa, ro'zasini tutmaydi va yo qisqa kunlar tutib berib, qazosini tutib beradi. Unga ham qodir bo'lmasa, demak u fidya berish kerak bo'ladi. Ammo ikkinchi bir havodan olingan gazlisi bo'lsa, ba'zi ulamolar gazdan iborat bo'lgan og'izga sepadigan astma dorilarini ro'zani ochmasligiga ruxsat berganlar, ya'ni uni sepishlikka ruxsat berganlar. Faqat shuni aniqlash kerak. Tarkibi suvlikmi yoki gazlikmi degan masalani aniqlab, keyin undan keyin masalaga qarash kerak. Allohu a'lam bis-savob. Keyingi botdan kelgan oxirgi savollarimizdan biri. Ro'zador odam hushidan ketsa, ro'zasi ochiladimi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam hushidan ketsa va hushidan ketishligi evaziga unda biror bir narsadan, qo'shimcha narsani og'zidan yuborilmasa yoki orqa tarafdan ichkariga kirmasa, ro'zani buzuvchi harakatlar undan sodir bo'lmasa, demak u ro'zasi buzilmaydi. Buni hidoyada alohida zikr qilingan. Mana shu masala, ayniqsa hushidan ketgan odamning masalasi zikr qilingan. Unda kim Ramazon kunida hushidan ketib qolib, ertadan kechgacha behush yotib, iftor paytida hushiga kelsa, u ro'zasi ro'za bo'ladi, uni qazosini tutib berish kerak bo'lmaydi deganlar. Chunki behush yotganda ham ro'zasi turaveradi. Niyat bilan boshlagan ro'zasi turaveradi. Shuning uchun uni ro'zasiga zarar yetmaydi. Vallohu a'lam bis-savob. Rahmat. Keyingi savol ro'zaga doir bu ham. Ustoz, Ramazonda musulmonlar jismlarini ro'za bilan poklagani singari ruhiyatlarni ham qanday tutishlari kerak? Ya'ni ruhiy jihatdan musulmon kishi qanday tutish kerak Ramazonda? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Demak, Ramazonni ro'zasi qanchalik badanga, jasadga ro'za tuttirish kerak bo'lgani kabi ruh uchun ham bir ma'noda foyda beradigan, ruh uchun ham zarur bo'ladigan ro'zaning manfaatlaridan inson foydalanishi kerak bo'ladi. Ruhiy tarafi Ramazonni bu yerda endi hozir qisqaroq qilib aytib qo'ymoqchimiz. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo
sabab qilib, illat qilib keltirgan bir masala bor. U ham bo'lsa la'allakum tattaqun. Ruhiy tarafi insonda taqvo malakasini ziyodalashtirish, ko'paytirish, paydo qilishni demak ro'za sababchisi bo'lish kerak. Ro'za tufayli insonning taqvosi, ro'za tufayli insonning demak Alloh subhanahu va taolodan qo'rquvi, xavfi, rajosi ko'paysa, demak u Ramazondan ko'zlangan maqsad yuzaga chiqqan bo'ladi. Aks holda Ramazon tufayli inson faqatgina och qolish, chanqoq qolish, charchashdan iboratu, lekin hech qanaqa ruhiy tarafdan foydali narsa bilan foydalana olmasa, Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hadislariga ko'ra qancha ro'zadorlar bor, ularning och qolishiyu chanqashidan boshqa ularga foyda yo'q. Chunki ular g'iybat qiladi, ular tuhmat qiladi, ular buxton qiladi. Ular Ramazonda maloyani ishlarni, gaplarni qiladi. Ularning ro'zasida och qolishi, chanqoqlikdan boshqa narsa qolmaydi deganlar. Shuning uchun ruhiy tarafdan olinadigan eng katta manfaat bu oyda inson taqvo deb atalgan buyuk bir malakani o'zini nafsiga, ruhiga, jasadiga malakasini o'rgatib boradigan, o'rgatib shu bilan Ramazondan chiqib oladigan katta bir madrasa oy hisoblanadi. Allohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Assalomu alaykum ustoz. YouTubedan o'qiyapman kommentariyadan. Agar uydan bir ish bilan chiqib, uydan 90 kilometrdan uzoqroq masofa yursa, lekin uydan chiqayotib musofirlikni qasd qilmagan bo'lsa, namozlarni qasr qilib o'qiydimi yoki to'liq o'qiydimi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Bir kishi o'zini uyidan chiqishda 90 kilometrni maqsad qilib chiqmadi-yu, balki ozgina yurib 70 kilometr, 80 kilometr yurib qo'ydi. 80 kilometr yurgandan keyin bildiki 90 kilometrdan ko'prog'iga yuradiganligi aniq bo'lib qoldi. Endi bu o'sha o'yidan hisoblaganda 90 kilometrdan oshgan soatdan boshlab yoki o'sha 90 kilometrdan ko'proq joyga borishni niyat qilgan joydan boshlab u musofir bo'ladi va o'sha joydan boshlab namozlarni qasr qilib o'qishni boshlaydi. Keyingi savol. Ustoz, boshqa payt kam holatlarda esnayman, lekin namozni boshladim deganimdan esnay boshlayman, qaytarishga harakat qilaman. Shunday holatda nima qilishim to'g'ri bo'ladi namozim buzilmasligi uchun? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Namozda esnashlik bilan namoz buzilmaydi. Avvalo buni bilib olish kerak. Esnash namozni buzuvchi amal hisoblanmaydi. Faqat esnaganda og'izdan so'z, kalima, jumla chiqib ketmasligi kerak. Inson oddiy esnashligi bilan ro'zasi, namozi buzilmaydi. Endi esnash kelsa nima qiladi? Esnash kelib qolsa inson qo'lidan kelgancha u og'zini yopishga, esnamaslikka harakat qiladi. Chunki Payg'ambar alayhisolatu vassalom sizlardan idza tata'aba ahadukum falyaqdum mastata'a deganlar. Sizlardan biringiz esnagiz kelsa, esnash unni bosib kelsa, qo'lidan kelganicha o'zini to'xtatsin, o'zini tiysin deganlar. Shuning uchun eslashni boshlaganda inson birinchi qiladigan narsa tezlik bilan to'xtalish kerak bo'ladi. Og'zini yopish kerak bo'ladi. Endi namozning ichida juda ham g'alaba qildi esnash. Birinchi qiladigan narsasi chap qo'lini orqa tarafi bilan og'zini yopadi. Shunday yopsa inshaalloh bo'ladi. Ba'zi ulamolar tavsiya sifatida, bu endi tajribadan olingan narsa, tavsiya sifatida inson esnayversa, esnagiz kelsa, tezda Payg'ambar alayhisolatu vassalomni eslab u kishiga bir salovat aytsa, esnash ketadi degan. Bu namozdan tashqarida. Namozdan tashqarida salovat aytadi, lekin namoz ichida hozir aytganimizdek qo'lidan kelganicha og'zini yopishga harakat qiladi. Juda ham qo'yib ketsa, ya'ni og'zi ochilib esnagiz kelsa, chap qo'lini orqasi bilan og'zini yopsa, sunnatga muvofiq o'zini tiygan bo'ladi. Allohu a'lam. Ustoz, ba'zan qunut duosini o'qish oldi to'satdan esimdan chiqib qoladi vitr namozida. Esimga keltirishga harakat qilaman. Agar eslay olmasam, Ixlos surasini o'qib qo'yaman. Mana shu holatda sajda-i sahv qilishim kerakmi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Qunut duosini o'qishga esidan chiqib qolsa yoki bo'lmasam o'rniga boshqa narsani o'qib qo'ysa, sajda-i sahv qilish kerak emas. Balki o'rniga o'qigan narsasi o'sha duo yoki o'sha qunutni o'rniga o'tadigan narsa bo'lsa, namozi durust bo'laveradi. Lekin bu bir marta hayotida bo'lishligi, ikki marta bo'lishligini bu tabiiy narsa. Lekin doimiy
shunaqa bo'laveradigan bo'lsa, unda inson yaxshilab yodlab olish kerak, takrorlab olish kerak va takrorlagandan keyin namozda o'qishlikka harakat qilish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam bissavob. Assalomu alaykum. Umrada jinoyatni qanday qilib o'taladi? Arab tilini bilmasa qayerdan qo'y oladi va qanday so'yadi deb tavsiya bersangiz. Jinoyat, alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Avvalo umrada jinoyatligini aniqlash kerak. Chunki mana ko'pchilik vatandoshlarimiz, Allohga hamd bo'lsin, bugun umraga boraman degan odamga hech bir mashaqqat yo'q. Xohlagan kunida, xohlagan soatida umraga ketaveradi. Lekin bu umraga ketaveradigan narsa emas. Unga tayyorgarlik ko'rib, oldindan hozirlik bilan uni ilmini o'rganib keyin borish kerak. Endi inson u yerda bir qanaqadir umraga, ihromga teskari bo'lgan bir jinoyatni qildi. Shu jinoyati qanaqa jinoyat? Shuni aniqlash kerak. Qo'y vojib, ya'ni qon so'yishlikni lozim qiladigan jinoyatmi yoki sadaqa berishlik bilan ado bo'ladigan jinoyatmi? Bordi-yu ana qo'y so'yishni lozim qiladigan jinoyatligi aniq bo'lgandan keyin arab tilini bilish shart emas, balki o'sha haram atrofidagi mehmonxonalarning ichida ma'lum bir xayriya jamg'armalari ofislar ochib, kichkinagina joylar ochib, u yerda qurbonlik qabul qiladi. Ya'ni shu jinoyat qo'yini ham qabul qiladi. Pulni to'laysiz. To'laganingizdan keyin sizdan nomingizdan so'yib telefoningizga SMS yuboradi ular, qisqa xabar yuboradi. Sizning nomingizdan falon kuni, falon soatda qo'y so'yildi deb, jinoyat qo'yi so'yildi deb aytib qo'yadi. Ya'ni oson yo'li shu. Lekin buni ham nima qilgan odam, ba'zi bir biladigan odamlar o'zi borib qushxonadan qo'y sotib olib, yonida so'ydirib keladi. Qaysi bir qulay bo'lsa shuni qilinadi. Allohu a'lam bissavob. Rahmat. Keyingi savol Muhabbat Yo'ldosheva yozyaptilar. Domla, men hozirda 7 oylik homiladorman. Shu holatimda ham roza tutsam bo'ladimi? Har yili qoldirmasdan tutardim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Homilador ayol, agar muxtasarda keladiki, homilador ayol yoki emizuvchi ayol o'ziga va bolasiga xavf, bir zarar kelishligi xavfi bo'lsa, roza tutmasa bo'ladi. Ya'ni ehtimol tabib aytdi, doktor aytdi yoki badanni o'zi biladi, inson o'zini badanini o'zi biladi. Shunaqa holatda demak roza tutsa badaniga, bolasiga, o'ziga zarar yetishligi ehtimoli yuqori bo'lsa, bu bilan demak u roza tutmasdan qo'yaveradi. Va o'rniga keyin bolasini tug'ib olgandan keyin yoki tuqqan bolasini katta qilib sutdan chiqargandan keyin boshqa qisqa kunlarda tutib bersa bo'laveradi. Endi buni qanday aniqlanadi? Buni aniqlashning yo'li, birinchisi o'sha homilador ayol o'zi bir roza tutib ko'radi. Tutgan rozasi o'ziga va bolasiga zarar qilmasligiga jasadan o'zi his qilsa, roza tutaveradi. Agar o'sha tutgan rozasi o'ziga va bolasiga zarar bo'lish ehtimolini jasadi his qilsa, demak u roza tutmaydi. Ikkinchi aniqlash yo'li, Xudodan qo'rqadigan tabib, doktor, mutaxassis oldiga boradi. Mutaxassisdan so'raydi. Mutaxassis yo'q, siz tutmang, bu aniq sizga zarar bo'ladi desa, sharti shuki, haligi birovning haqqida Xudodan qo'rqadigan bo'lish kerak. Shu odamning guvohligi bilan ham roza tutmay turadi va boshqa kunlarda tutib beradi. Allohu a'lam bissavob. Keyingi savol Nafisa Bobonazarova so'rayaptilar. Balog'atga yetgan qiziga iymonli, solih yigitdan sovchi kelganda nikohlab berish kerak, yo'qsa yer yuzida fitna tarqaydi degan ma'noda hadis bormi? Agar sovchini hali qizimizni o'qitamiz deb qaytarsa xato bo'ladimi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. O'zi hadisda payg'ambar alayhisolatu vassalom hadislari bor. Iza ja'akum man tardawna dinahu va xuluquhu fazawwijuhu. Dini va xulqi sizni rozi qiladigan birisi sovchi bo'lsa, unga unashtiringlar deganlar. Fa in lam taf'alu takun fitnatun va fasadun 'ariz. Aw kama qala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, agar shunday qilinmasa, fitna va keng fasod bo'lishligi mumkin degan ma'nodagi hadis bor. Bundan farz yoki vojiblik chiqmaydi. Ya'ni bir sovchi kelsa, unga kelganiga nikohlab berishlik farz yoki vojiblik kelib chiqmaydi. Balki bu tavsiya bu. Payg'ambar alayhisolatu vassalom tavsiyalari sharoiti to'g'ri kelsa, vaziyati ko'tarsa,
boshqa bir sabablar, to'sadigan sabablar bo'lmasa, kelgan odamga nikohlab bersa yaxshi bo'ladi, lekin nikohlamasa rostdan ham bir buzuq ish qilgan bo'lmaydi. Vallohu alam bissavob. Ro'zador odam ehtilom bo'lib qolsa, uyqu paytida ehtilom bo'lib qolsa, ro'zasi buziladimi? Buning hukmi qanday va qanday g'usl qiladi? Shu haqida ma'lumot bersangiz, ustoz. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam uxladi, kunduzi uxlaganida ehtilom bo'lib qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Turib bemalol g'usl qiladi. G'usl qilganda shu og'zidan, burnidan, badaniga suv kirib, tomog'idan suv o'tib ketmasligini ta'minlab, tikka turib, yuvinib g'usl qilib oladi va ro'zasini davom ettiraveradi. Hech qanaqa zarari yo'q. Ya'ni ehtilom bo'lishlik ro'zani buzuvchi amal hisoblanmaydi. Tushida bulg'anib qolishlik, vallohu alam bissavob. Aziz Abdusamatov so'rayaptilar. Domla 1 milliondan ozgina oshiqcha qarzim bor, uzolmadim. Uzolmasam ham ro'za tutsam qabul bo'ladimi? Vijdonim qiynalibdi. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Qarzdorlik ro'za tutish yoki tutmaslikka hech aloqasi yo'q. Shuning uchun siz qarzingizni ado etishingiz alohida masala, zimmangizdagi farz bo'lgan ro'zani ado etishingiz yana bir boshqa muhimroq masala. Ya'ni ikkalasi ham kerak bo'lsa, agar darajat ma'nosida ro'zangizni tutishingiz birinchi o'rinda turadi. Shuning uchun siz ro'zani tez boshlang, Alloh taolodan so'rang. Alloh azza va jalla sizga osonlik qilib, yengillik berishini o'zidan so'rab, ro'za tutishni boshlasangiz inshaalloh xayrli bo'ladi. Xo'p. Gulasal Oqboyeva, ayollar uzrli vaqti uchun qazo ro'zasini tutib beradimi? Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ayollar uzrli davri, ya'ni hayz va nifoslik davrida ro'za to'g'ri kelib qolsa, ro'za tutmagan bo'lsa, albatta uni qazosini boshqa bir kunlarda tutib beradi. Ammo namozini, o'sha uzrli kunlardagi namozini ado etish, qazosini o'qib berishligi shart emas. Faqat ro'zasini boshqa kunlarda, qisqa kunlarda tutib beradi. Vallohu alam bissavob. Shavkat Karimov, ro'za tutgan odam og'zini g'arg'ara qilsa bo'ladimi va uning miqdori qay darajada? Ro'zasi buzilmasligi. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam tomog'ini g'arg'ara qilib chaymaydi. Balki og'zini o'zini chayish bilan kifoyalanadi. Chunki g'arg'ara qilishda tomog'iga suv ketib qolish ehtimoli borligi uchun qilinmasin deyiladi. Bordi-yu g'arg'ara qilsa va undan tomog'idan o'tib ketsa, ro'zasi buziladi. O'tmasa buzilmaydi, lekin o'tmaslik ehtimoli juda ham kam. Shuning uchun zari'ani, vositalarni oldini olish, ro'zani buzishga sabab bo'ladigan butun sabablarni, vositalarni to'xtatish ma'nosida saddan lizzari'a, vositalarni oldini to'sish uchun ulamolar g'arg'ara qilishlikni qilmasin Ramazonda, ro'za kunida deb aytishgan. Shuning uchun g'arg'ara qilinmaydi. Xo'p. Go'zaloy Zulpiyeva, Qur'on xatmini tiriklarga bag'ishlasa ham bo'ladimi? Qur'onni xatm qilib savobini. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. Biz Qur'on xatmi haqida oldin ham xuddi shu savolga javob berdik. Yana bu yerda qisqa javob berib qo'yamiz. Qur'on xatmini yoki boshqa solih amalni, nimaiki inson bir solih amalni, nafl solih amallarni qilib farzni emas, ya'ni o'zi ixtiyoriy ravishda tatavvuan boshqa bir amalni qildi, sadaqa qildi, ro'za tutib qo'ydi nafl, yoki boring umra qilib qo'ydi nafl umra, yoki nafl ro'za tutdi, nafl namoz o'qidi, jumladan Qur'on o'qidi va bu o'qigan, qilgan amallarini tirik odamga ham, o'lik odamga ham hadya qilsa, bag'ishlasa bo'laveradi. Vallohu alam bissavob. Azmiya To'laganova so'rayaptilar. Ro'za tutolmagan inson yillar davomida fidya berishga imkoni bo'lmay, imkon bo'lgach o'tgan yillar fidyasini qanday hisoblab bersa to'g'ri bo'ladi? Farzandlari uning nomidan fidya bersa bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Demak, bir odam ro'za tutishdan man qilinadigan darajada kasalligi bor, ro'za tutolmaydi. Tuzalish ehtimoli yo'q bo'lgan muzamman kasallar bor. Muzamman kasallar bu surunkali kasallar bor. Shu surunkali kasali bor odam, tuzalish ehtimoli yo'q odam yoki qarilik tufayli ro'za tutolmaydigan kishilar ro'za tutmaydi va ular o'rniga fidya berardi. Ana shu fidya berishda
bera olmasa, yillar davomida ro'za tutmadi ham, fidya ham bermagan bo'lsa, keyin bir kun qo'liga pul kelib qolsa, o'zi ado etsa, fidya o'rniga o'taveradi. Yoki vafot etib ketgan bo'lsa, uning farzandlari vafot etgan otasining nomidan ixtiyoriy ravishda, majburiyat emas bu, ixtiyoriy ravishda tutmagan ro'zalarini evaziga fidya berishligi joiz bo'ladi. Inshaalloh o'sha fidya bilan o'sha tutmagan ro'zalarini o'rniga o'tadi. Vallohu a'lam bissavob. Xo'p, katta Muslimuz kanalidan o'qishni boshlayman. Murod Bo'riboyev so'rayaptilar. Ustoz, nomahram ayollarga, masalan, qarindosh ayollarga imomlik qilish joizmi, erkak kishi? Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Erkak kishi mahram yoki nomahram bo'lishidan qat'iy nazar ayollarga imomlik qilishligi joiz bo'ladi. Faqat sharti ayollardan oldinda bo'lishligi, o'sha orqasida iqtido qiluvchi kishilarning ichida ayollar borligini ichidan niyat qilishligi. Ya'ni imom orqadagi iqtido qiluvchi ayollarni iqtidosini niyat qilish kerak. Ya'ni men hozir imom bo'lyapman, orqamda 3 ta erkak va boshqa ayollarning barchasiga imom bo'ldim degan narsa miyasidan o'tishligi, fikridan o'tishligi niyat deyiladi, qalbidan ketishligini. Shu ikkita shart bilan ayollarga imomlik qilsa bo'laveradi. U imom o'sha iqtido qiluvchi ayolni mahrami bo'lishligi bo'lmasligini hech qanday sharti yo'q, durust bo'laveradi. Shu o'rinda bir narsani aytib qo'ymoqchi edim. O'tgan yil hajga borganimizda hajda bir ayollarning ichidagi ba'zi bir qo'shtirnoq ichidagi nima deymiz, taqvodor ayollar yoki ilmi bo'lmasa ham johil ayollar gap chiqarishdiki, hajda Madinadagi imomni orqasidan biz iqtido qilishimiz durust emas ekan, chunki u bizga mahram emas ekan. Makkada ham xuddi shu gap. Ya'ni bu mutlaqo noto'g'ri. Hech bir mazhabda, hech bir kitobda ayol kishini iqtido qiladigan imomi uning mahrami bo'lishligi shart deb gap hech qayerda zikr qilinmagan. Buni kim gapirgan bo'lsa, bir dinda bid'atni paydo qilgan bo'ladi. Bundan tiyilish kerak. Vallohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Peshin va asrni jamoat bo'lib o'qilganda imomga iqtido qilganlar Fotiha surasini o'qisa bo'ladimi? Javob uchun avvaldan rahmat. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Maxfiy o'qiladigan namozlarda iqtido qiluvchi imomga iqtido qilgandan keyin uni orqasidan qiroat qilmasdan jim turishligi Hanafiy mazhabiga ko'ra sunnat amal hisoblanadi. Uni orqasida turib sura zam qilishligi yoki sura Fotihani o'qishligi bizning mazhabimizga ko'ra bu sunnat emas, balki jim turishlik sunnat hisoblanadi. Shuning uchun jim tursin, yaxshi bo'ladi. Keyingi savol. Ustoz, biz safarda edik. Roza tutishga imkoniyat bor, lekin xatmi Qur'onga, tarovihga borishga sharoitimiz yo'q. Buning kafforatiga nima qilsak bo'ladi? Musofir. Safardagi kishilar roza tutsalar va xatmi Qur'onga borishga yoki o'zlari xatm qilishga ichlarida bir qorilari bo'lmasa, sharoit bo'lmasa, ular endi zimmalaridan xatm Ramazonning ichida, tarovihning ichida bitta xatm qilish sunnati soqit bo'ladi. Balki qo'llaridan kelsa, imkoniyatlari bo'lsa, o'zlari o'qishni bilsalar, Qur'oni Karimni boshidan boshlab Ramazon ichida bir marta xatm qilib qo'ysalar, inshaalloh sunnatni bajargan bo'ladilar. Uni ham qila olmasalar, o'qishni ham bilmasalar, o'qiydigan odamni qiroatini tinglab kuniga bir poradan yoki 1,5 poradan demak quloq tutib tadabbur bilan eshitsalar, inshaalloh xatmi Qur'on qilganni savobiga erishadilar Ramazonning ichida. Hop, Mansur Hayitov, assalomu alaykum ustoz. Qarzga mashina olib, yana uyda qo'y so'yib sadaqa ehson qilsa bo'ladimi? Mashinani yuvish uchun. Alhamdulillah, salatu vassalamu ala rasulillah. O'zi qarzga mashina olgan odam o'sha olgan mashinasini shukronasi qilib, uyda qo'y so'yib ehson qilishligi yaxshi emas. Qarzga olgan odam tezda qiladigan ishi qarzini uzishi bo'ladi. O'sha so'yib odamlarga tarqatmoqchi bo'lgan qo'yini ham, yedirmoqchi bo'lgan ehsonni ham pul sifatida haqdorga, mashinaning egasiga tezroq yetkazib bersin. Inshaalloh shunda xayr bo'ladi. Egamberdiyeva Nargiza so'rayaptilar. Ustoz, 7 haftalik homila ona qornida nobud bo'lsa,
homila tushgandan so'ng hukmi qanday bo'ladi? Ko'mib qo'yish kerakmi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. 7 haftalik homilaga hali jon kirmagan bo'ladi. U demak tushganda uni biror bir a'zosi ko'rinmagan bo'lsa, hoyiza ham, ya'ni nifaso ham bo'lmaydi u. Ya'ni nifosli ayol ham hisoblanmaydi. Balki uni bir chekkaga, qabristonni bir chetiga ko'mib qo'yiladi. Janoza ham o'qilmaydi, boshqa ham qilinmaydi. Ro'zador kishi ro'zasi ochilishini bilib turib, o'zini o'zi ro'zasini ochgan bo'lsa, qazo tutadimi yoki kaforat tutadimi? O'zini o'zi Ro'zasini qasddan ochsa, bilib turib, ro'zaligini bilib turib. ro'zador odam ro'zasini qasddan ochsa ham qazo vojib bo'ladi, ham kaforat vojib bo'ladi. Ya'ni 61 kun ketma-ket o'rtasini uzmasdan tutib berishi lozim bo'ladi. Hop. Qaynatilgan Maryam Abduqodirova qaynatilgan suv bilan og'iz ochsa bo'ladimi? Aytib o'tdik. Bemalol bo'ladi. O'tkazib tutish afzalmi yoki vaqtida saharlik qilib tutish afzalmi debdi. Mencha kechqurun o'tar ro'za tutishni aytyapti. Uni ham aytib o'tdik. Saharlik qilishligi sunnat. Agar kishi bir odam yong'inda qolsa, burni, yuzi, qulog'i kuyib erisa, plastik operatsiya qilib burun, quloq, teri qo'ysa bo'ladimi? Kuygan odam. Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Bu masala tibbiy fiqhlar qismiga kiradigan masala. Ya'ni insonni biror bir a'zosi yo'qolib ketsa, kesilib ketsa yoki bo'lmasam uni bajaradigan vazifasi nuqsonga uchrasa, tibbiy nuqtai nazardan plastik yo'l bilan o'sha a'zoni vazifasini qayta tiklashga ruxsat bor. Faqat bunda sharti shuki, o'sha qilinadigan amaliyot, tibbiy amaliyot, jarrohlik amaliyoti bor go'zallikni ziyoda qilish uchun yoki biror bir Alloh taolo bandaga yaratib qo'ygan tuppa-tuzuk suratini o'zgartirib, tag'yiru xalqillah holati, Alloh taolo yaratib qo'ygan xalqini, yaralganini tag'yir qilish, o'zgartirish turiga kirmasa, balki insondagi biror bir aybni daf qilish uchun yoki kasallikni, mashaqqatni, insondagi bir o'sha bemorlikni ketkazish uchun qilinadigan tibbiy amaliyotlar joiz bo'ladi. Jumladan hozirgi burun qo'yish yoki quloq qo'yishga o'xshagan narsalar haqiqatda tibbiyotda shu badandagi biror bir aybni daf qilish yoki muolaja uchun zarur bo'lsa, albatta joiz bo'ladi. Allohu a'lam. Mana bu savol ham ko'p takrorlanadi, domla. Ro'zador kishi bilmasdan suv ichib yuborsa, ro'zani davom ettiradimi yoki qazo qilib tutib berib og'zini ochib yuboradimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ro'zador odam ro'zadorligini esdan chiqarib, biror narsa yesa, akala aw shariba yoki biror narsani ichsa, esiga kelgan zahoti o'zini tiyadi, to'xtaydi. Og'zida bo'lsa tupurib yuboradi, qo'lida bo'lsa to'xtatadi. Va undan keyin ro'zasini davom ettiraveradi. Chunki payg'ambar alayhisolatu vassalom Alloh taolo uni ziyofat qilibdi, yediribdi, ichiribdi deganlar. Faqat o'sha yedirgan, ichirgan esiga tushgan zahoti to'xtash kerak va og'zidagi borini tashqariga tashab ro'zasini davom ettiraveradi. Mabodo, men yeb qo'yibman, ro'zam endi sindi deb o'ylab, ilmini bilmaganligi uchun yana keyin davom ettirib yeyversa, qazosini tutib beradi. Rahmat. Keyingi savol. Ustoz, biz namozlarda xushu-huzuga yetishishimiz, Allohning muhabbati bilan rizqlanishimiz, ibodatimiz oshiqning ibodati kabi bo'lishi uchun qaysi amallarni ko'paytirishimiz kerak? Ayniqsa Ramazon oyida qaysi amallarga ko'proq e'tibor beraylik? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Aslida namozdagi xushu va xudu'ni, namozdagi halovatni, namozdagi Alloh subhanahu va taoloni ko'rib turgandek ibodat qilishlik holatini, ihson holatini paydo qilish uchun, inson o'zida o'sha malakani yetishtirish uchun birinchi qilinadigan narsasi ibodatni xolis Alloh taoloni roziligi uchun qilayotganligini butun qalbi va vujudi bilan inson his qilish kerak. Ikkinchisi, inson fikrini,
zikrini, xayolini, tafakkurini Alloh taolodan boshqa narsalardan tozalasa, o'zidan o'zi namozda xushu, xudu va halovatni demak his qilish kayfiyati paydo bo'ladi. Kuni bilan har xil bo'lar bo'lmas videolarni ko'rsa telefonida yoki televizorda yoki behayo narsalar bilan fikrini, zikrini band qilsa, shariat man qilgan harakatlar bilan uni demak yurish turishi band bo'lsa-yu, keyin namozda halovat izlasa, bu odam hech qachon namozning xushu va xudusiga erisha olmaydi. Demak, Ramazon taqvo oyi, yana bir marta takrorlaymiz. Shu hozirgi aytilgan narsalarni, malakani yana qaytadan inson o'zida hosil qilib olish uchun imkoniyat oyi. Shuning uchun Ramazonda ko'proq shunga harakat qilish kerak bo'ladi. Allohu a'lam bissavob. Keyingi savol. Marg'uba Muhammadjonova. Domla, tarovih namozini o'qish ayollar uchun hammi? Agar ayol kishi ham o'qish kerak bo'lsa, qaysi suralarni o'qishi kerak? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ayollar uchun ham tarovih namozi sunnat amal hisoblanadi. Uyda o'zi alohida, agar bir erkak imom bo'lmasa, o'zi yolg'iz tarovih namozini o'qiydi. Xuddi 5 vaqt namozlarda qaysi suralarni o'qisa, tarovihda ham o'sha suralarni o'qisa tarovih bo'laveradi. Allohu a'lam bissavob. Said Safo Muxlis. Domla, jonli efirga endi kirdim. Ro'za haqidagi savolga tushunmay qoldim. Men emizikliman, ro'za tutolmayman. Gunohkor emasmanmi? Gunohkor bo'lmayman. Shu hozirgi eshitayotgan joyimizdan taxminan bir 10 daqiqa oldinroqga o'tkazib eshitsangiz, inshaalloh ayni shu emizuvchi ayollar haqida tafsiloti bilan bayon bo'ldi. Inshaalloh bilib olasiz. Allohu a'lam bissavob. Xo'p. Bobur Xolmurodov, belimdagi grijamni davolatyapman. Doktor turmasdan yotgin, faqat hojatga ruxsat dedi. Umuman yuvinmagin deb aytdi. Shunday bo'lsa ham tahorat olib faqat farz namozni o'qiyapman. Bu holatda o'sha yotgan holatda o'qisam bo'ladimi namozlarimni? Agar sizni holatingiz tikka turishga yoki o'tirishga imkoniyat bermasa, siz faqat yotadigan holatda, boshqa holatda bo'lmasangiz, ya'ni tahoratxonaga borib kelyapman deganingizdan siz o'rningizdan tura olasiz, yura olasiz. Demak, siz qanaqa shaklda o'qishlikka qudratingiz yetsa, o'sha shaklda namozni o'qiysiz. Lekin tikka turishga kuchingiz yetsa, tikka turib, qiyomda turib o'qiysiz. O'tirib o'qishga kuchingiz yetsa, o'tirib o'qiysiz. Bu ikkalasiga ham kuchingiz yetmasa, yonboshlagan holatda ham o'qiyverasiz. Vallohu a'lam bissavob. Hanafiy mazhabi bo'yicha qisqichbaqani yesa bo'ladimi? Qisqichbaqa nima? Qisqichbaqa nima edi o'zi? Unaqa ikkita qo'l. Kalmarmi? Ikkita qo'l bilan siqadigan. Hanafiylarga ko'ra qisqichbaqa joiz emas, yeyiladigan suv hayvonlariga kirmaydi. Keyingi savol YouTube'dan o'qiyapman hali ham katta kanaldan. Xo'p, ustoz, men qasamning kafforati uchun ro'za tutayotgandim. Bir tanishim Sha'bon oyi oxirlab qolganda ro'za tutib bo'lmaydi dedilar. Ramazon oyi boshlanguncha shu qarzimni ado etsam bo'ladimi? Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Sha'bon oyining oxirida, Ramazon boshlanishidan oldin nafl ro'za tutishlikni qaytarilgan. Payg'ambar alayhisolatu vassalom la tastaqbilu ramazona bisawmi yawmin aw yawmayn. Ramazonni 1-2 kunlik ro'za bilan boshlay olmanglar deganlar. Nafl ro'za bu yerda maqsad. Lekin qazo tutsa, vojib bo'lgan kafforatni tutayotgan bo'lsa, durust bo'laveradi. Vallohu a'lam bissavob. Umumiy qilib o'qiyman mana shu oxirgi savolni. Ahli ummati Muhammad haqqimizga duo qiling, hasanaga muhtojmiz deb Ma'ruf Boltayev bir iltijoli ohangda yozibdilar va boshqa duo so'raganlar ham bor. Oldimizda Ramazon turibdi. Alloh taolo Ramazonga ham barakot bilan kirishimizni so'radi. Alloh subhanahu va taolo yana keyingi haftada boshlanadigan muborak oy, buyuk oy, Qur'on oyi, taqvo oyi, ibodat oyi bo'lgan Ramazonni barchamizga muborak qilsin. Sihat, salomatlikda, ofiyatda Ramazonni boshlab,
Ramazonda Alloh taolo bandalariga beradigan butun barcha barakotlardan, yaxshiliklardan, fazilatlardan, savoblardan, ajrlardan olishlikni hammamizga Alloh nasib etsin. Bu Ramazon juda ham bir ajoyib Ramazon inshaalloh. Sababi respublikamizda, jumhuriyatimizda 1,5 mingga yaqin masjidda xatm Qur'onlar qilinadi. Dunyoning biror bir o'lkasida 1,5 mingta masjidda xatm Qur'on qilinmaydi. Lekin biz diyorimizda Allohga hamd bo'lsin, bir vaqtni o'zida har kecha 1,5 mingta masjidda xatm Qur'on o'qiladi. Eng katta fazilat, yaxshilik shu 1,5 mingta masjidda bir xil Qur'on o'qiladi, bir xil sura, bir xil pora, bir xil oyat o'qiladi va 27-kechasi butun jumhuriyatimiz bo'yicha inshaalloh millionlab odamlar Alloh taoloning dargohiga qo'limizni ochib, Qur'oni Karimning xatmonasi kuni duo qilamiz. Alloh o'sha kunlarga hammamizni yetkazsin. Shunaqa bir buyuk Ramazon. Inshaalloh bu Ramazonning qadrini, bu Ramazonning haqqini biladigan bandalardan bo'lib, qadrshunoslardan bo'lishligimizni Alloh nasib etsin. Alloh nasib qilsa, keyingi jumada Alloh muvaffaq qilsa, Ramazon kunlarida taroveh namozidan keyin siz azizlar bilan diydor ko'rishamiz. Hozir salom yo'llagan, demak, salom bergan, haqqimizga duo qilganlarni Alloh taolo bizga so'raganlaridan ham ko'ra ko'proq mukofotlashini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Bu yerda hozir butun yigitlar jamoasi, shu xizmatda bo'lib turgan jamoani Alloh subhanahu va taolo muborak Ramazon arafasida ikki dunyo saodatiga, yaxshiliklariga, o'zi rozi bo'ladigan solih amallarga tavfiq berishni o'zidan so'rab qolamiz. Alloh taolo bu Ramazonni yurtimizga, mamlakatimizga, mo'min musulmonlarga, xalqimizga o'zi muborak qilsin. Yurtimizga barakotlar, rahmatlar, eshiklar ochilib, Alloh taoloning butun yaxshiliklari musulmon xalqimizga, muxlis xalqimizga yog'ilishini Alloh nasib aylasin. Yurtimizni osmon va yer ofatlaridan Alloh taolo doimo hifz himoya saqlasin. Bu xayrga, yaxshilikka xizmat qilayotgan barcha mutasaddilarni Alloh taolo qalblaridagi ezgu niyatlarga Alloh o'zi yetishtirsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.